Xo'sh, bu Bagdad, Ruminiyadan. Mana bu bo'lsa meni sherigim bu polshalik. Yo, bu Moldaviyadan. Mana короче, ishimiz shu, bizning ishimiz. Har kim kanalga obuna bo'lmoqchi bo'lsa, mana kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa nima shu Angliya strelkalaridan xabardor bo'lib turasiz. Inshaalloh. Mana bu yerda juda безопасность, juda kuchli. Bu yerda stroykalarda odam uchun juda bular qattiq qarashadi. Mana ishchilar uchun juda kuchli qiladi bu nima deydi? Опасный bo'lmasligi uchun juda kuchli qarashadi. Ishchilarga nisbatan mana ограждение вообще kuchli. Kanalga obuna bo'lingizlar, klassni bosib qo'yingizlar. Yana aloqadamiz xudo xolasa.